Mashinada GAIga tushib qoldim. Pravamni russkiy переводи yo'qligi uchun mashina boshliqni nomida edi, страховка ham yo'q edi. Ungayam 500 rubl jarima yozdi. Mashinani stoyankaga qo'ydi. Mashina chiqarildi. Menga tuzilgan protokolda to'lanadigan summa ko'rsatilmagan. Qayerga qancha to'lashni bilmayapman. GAI 5000 to'laysan degan edi. Bizani O'zbekiston pravasiga o'zi 3 xil tilga yozilgan: ruscha, o'zbekcha, ingliz tili. Nimagadir Rossiyada bizani pravamiz без перевод o'tmaydi. Sizga birinchi страховка uchun 500 rubldan 800 rublgacha shtraf yozgan bo'lishi mumkin. Pravaga kelsak 5000 dan 15000 rublgacha shtraf yozadi. Uni nima основание bilan yozadi? Pravasi yo'q deb yozadi. Перевод yo'q uchun. Maslahat beraman, обязательно перевод qildirib oling. Shtrafni pulini bilmoqchi bo'lsangiz, protokolda o'rtasiga yozilgan bo'ladi. Mana bu joyiga qaysi statya bilan, shundan narxini ko'rsangiz bo'ladi. To'lashga kelsak, bir haftadan keyin Sberbank telefoningizdan to'lasangiz ham bo'ladi. Tepasiga shtrix kod bo'ladi shundan. Или gosuslugangiz bo'lsa, gosuslugadan bir haftadan keyin chiqadi u ham, через gosusluga to'lasangiz ham bo'ladi.